Nimaga ular naqd pulni yo'qotishmoqchi? Javob oddiy, chunki tizim uchun bu nevyigidni. Birinchidan naqd pulni kuzatib bo'lmaydi. Ikkinchidan naqd pulni qaytarib olib bo'lmaydi. Tasavvur qil, sen 100 mingga borib nonvoydan non olding, nonvoy borib qassobdan go'sht oldi. Qassob borib o'sha 100 ming so'mni taksizga berdi. Va hokazo pul ketyapti boshqa kishidan boshqa kishiga o'tib. Va o'sha pul 100 kishi, 200 kishidan keyin qaytib o'zingizning qo'lingizga kelsa ham 100 ming so'm o'zingizning qo'lingizga keladi. Pul yo'qolmaydi, qiymatini yo'qotmaydi. Ammo bu narsa bank orqali bo'lsa, eng kamida bitta o'tkazma uchun bank 1% oladi. Eng kamida. Bu degani pul har bir kishiga o'tganda 1% dan yo'qoladi. Ya'ni 100 ta odamdan pul o'tganda avtomatik pul yo'qoladi. Bu aslida tizimning qaroqchiligi, lekin ular senga bu narsani sizlar uchun qilyapmiz, insonlar uchun, qulaylik uchun qilyapmiz deyshadi va buni uddalashadi. Chunki barcha media, televideniya ularning qo'lida. Ular faqat bu narsani yaxshi tomonini aytishadi. Vaholanki tizimni pul boshqaradi, pulni esa banklar boshqaradi. Ular istagancha pulni pichat qilishadi. Lekin bu narsaga sun'iy qadr berish uchun, uni seni qo'lingdan olish uchun shu yo'lni ishlatishadi. Mana nima uchun ular aslida naqd pulni yo'qotishmoqchi? Chunki ularga to'liq nazorat kerak, kuzatuv kerak, boshqaruv kerak. Ulardan yaxshilik kutma, chunki ular shu darajada ziqnaki, hatto 100 dollarlikka ketadigan 4 sentlik qog'oz va bo'yoqqa pul sarflashmoqchi emas.